Assalomu alaykum kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi aqlli, zukko, bilimiga chanqoq bolajonlar uchun o'zbek xalq ertaklaridan Ertaklar bo'stoni nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Ertaklar hayot haqiqatlarini hayoliy va hayotiy tasvirlovchi betakror janr. O'zbek xalq ertaklari ham xalqning orzu-umidlari va kundalik hayot haqiqatlari bilan uyg'unlikda yaralgan. Shu jihati bilan u kattalarga ham, kichik yoshdagi bolalarga ham birdek yoqimli, qiziqarlidir. Ertagimizning egasi bo'lgan yosh kitobxonlarimizni xalq og'zaki ijodi bilan yana yaxshiroq tanishtiradi. Qolaversa, ularning nutqini boyitishga, ravonlashtirishga va zakovatini kuchaytirishga beminnat xizmat qiladi degan ma'noda ertaklar orasiga topishmoqlar ham kiritildi. Aziz bolajonlar, bir-biridan qiziqarli ertak kitobini o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.